Hop, tartil asoslari, sodda tartil degan kitoblarimiz chiqqan. Bularning ichida eng birinchi chiqqani Muallim Soniy bo'ladi. Muallim Soniyni bilamiz endi, mualliflari kim? U bizniki emas. Ahmad Hodiy Maqsudiy Hazratlariniki. Alloh taolo juda ham xolis qilganliklariga guvoh bo'lib turibmiz. Shu ixloslari natijasida hozirgacha yetib kelyapti. Qancha kitoblar ta'lif etiladi, lekin Alloh taolo qabul qilgani bardavom bo'ladi. Alloh taolo bizlarnikini ham qabul qilgan bo'lsin. Muallim Soniy kitobi bu juda ham xiralashib ketgan, chalkashib ketgan, o'sha nusxadan nusxa ko'chirilavergani uchun buni asl shrifi bo'lmaganligidan o'sha nusxadan nusxa ko'chirilavergan tl, masalan blar y bo'lib qolgan yoki tl s bo'lib ketib qolgan, 3 ta nuqtali bo'lib surkalib o'sha narsani ko'rganimizdan keyin bir xattot bola va bitta programmist dasturchi bola o'tirib xuddi o'sha shrifni yasab o'shani yozib chiqilgan. Bunda meni mehnatim kam bo'lgan. Men o'sha o'qish murakkab bo'lgan joylarini aytib turardim xolos. Qolgan hammasini Alloh rozi bo'lsin o'sha xattot bola bilan o'sha dasturchi bola o'sha Madina shriflar ko'p edi, misol uchun hozir e'tibor beradigan bo'lsanglar, biz chiqargan Muallim Soniyimiz bilan hozirgi ishlayotgan Muallim Soniylarning farqi bor. Hozirgilar Madina bosmada. U o'sha aynan o'sha eski Qozon bosmada shrift qolgan, o'shani tiniqlashtirib tayyor qilib qo'ygan edik. Uni chiqarayotganda keyin bir fikr uyg'ondi. Bu fikr ham o'sha sizlarga o'xshagan Qur'on muxlislaridan, ularni holatlaridan kelib chiqib bu fikr keldiki, diskni qo'shishlik, ovozni yozishlik.